Toshkent Bunyodkor stadionida ertaga bo'lib o'tadigan o'yin oldi. Mana shu kubokka mashinamni oynasiga urib sindiraman deb aytdim. Odil aka Ahmedov obunachilari 500 ming bo'lgan kuni yorvoramiz dedim. Buni ichida bilasizlar $50,000 bor. Toshkent aktivni to'xtatmasdan Odil aka Ahmedovga obuna bo'lamiz. Ertaga katta ehtimol bilan o'yin oldi. Mana shu kubokka oynaga urib sindirishimiz mumkin. Buni ichida $50,000 bilasizlar. Va undan tashqari bu $50,000 ga 5,000 ta bilet sotib olsa bo'lar ekan. O'yin oldi. Bilet topolmay, o'yinga kira olmay yurgan hamyurtlarimizga Toshkent $50,000 ga 5,000 ta biletni prям hadya qilamiz. Faqat bitta sharti Odil aka Ahmedovga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Har bitta postiga like, komment bosgan bo'lishingiz kerak. Va eng asosiysi Odil aka Ahmedov 500 ming bo'lgan bo'lishlari kerak. Toshkent ertaga O'zbekiston g'alaba qozonadi. Toshkent roppa-rosa 24 soatdan keyin shu joyda ko'rishamiz. Men ishonaman, rekord bo'ladi. Odil aka Ahmedov obunachilari 500 ming bo'lishiga men ishonaman. 500 ming bo'lishi bilan shotda o'zida 5000 ta bilet tarqatib yuboramiz. Futbolga gap. Bu uchun Odil aka Ahmedovga obuna bo'lib, like, komment qilib, do'stingizga jo'natib qo'yinglar. O'sha do'stinglar ham obuna bo'lsin. 500 ming ta obunachi bo'lsa bo'ldi. Toshkent bu videoni futbolga tushaman deb niyat qilgan yaqinlarga, do'stinglarga tashab qo'yinglar. Bitta Odil akamga obuna bo'lib, birga hamjihatlikda O'zbekistonni qo'llab-quvvatlash nasib qilsin. Toshkent men ishonaman, ertaga roppa-rosa 24 soatdan keyin ko'rishamiz. Odil aka Ahmedov obunachilari 500 ming bo'ladi. Toshkent ko'p.